Bu yerda chungi obyektimiz ham polni oqlash ishlarini qilib bo'lganmiz. Romlarni o'zgartirib olishga majbur bo'ldik, yengil ora qoldik. Parda qo'yganimiz uchun rom ozgina pasaydi, uni yopib olamiz. Karnizga joy qoldirganmiz. Biz patologimiz bitta urovenda ekan. Podsvetkalar aylangan. Bu yerda eski shkofini qoldirib yubordik. Bu yerda ham mana shkof uchun joy qoldirganmiz. Bu yerni ham romini alishtirib yubordik. Bu yerni ham tezlatib oqlab ko'klab olsa, hozir bitganlarni ham ko'rasizlar. Bu yerni polini ham qilib bo'ldik, kafilini. Balkonda polni kafil qilib yotqizganmiz. Bu yerda mebel tushadi oxirgacha. Bu yerlarimizni oqlab ko'klab qo'ysa, nihoyatda katta balkon bo'ladi. Bu yerda ham podsvetkamiz bor, o'tiradigan divani bo'ladi. Nihoyatda kimga shunaqa xizmatli kerak bo'lsa, bemalol chiqib olasizlar.